Qachon kelin ko'rgani boramiz? Bilmadim. Anazi keldi. Dadam menga shuncha xo'roz qand berdilar. Zato menga dadam 600 so'm pul berdilar. Menga hech kim ishlama bermadi. Ajab bo'pti. Men senga. Rahmat aji. Qizlar xinam qalay chiqibdi? Momo xola sinxnini qo'ya olmabdi. Meni ayam xinamni zo'r qo'ygan. Azini xinasi senikidan chiroyli. Qizlar biz ham boraylik. Sizlarga nima bor? Xotinlar xolasi, qizlarning ammasi bo'lib to'ba. Qornimiz to'yarmidi? Oxir olaylik. Ketdik barborba. Ajab qildik-a qizlar. Qo'pladik. Nargiz xolanikiga boraylik, yeng kelin olgan. U boyku kirgizmaydi. Unda Lobar kenaynikiga boraylik. U beshidan beri unikiga boramiz-ku. Zato u kirgizadi. Ketdik. Ha qizlar, kelin ko'rgan keldinglarmi? Hozir qudalar bor uyda. Kechqurun aylanib kelinglar. Aytdim-u, kirgizmaydi dedim. O'shachi ketdik Lobar opanikiga. Baxtli bo'ling. Qo'sha-qo'sha farzandlar bersin. Sizdan boshqa hech kim kirgizmadi ekan-ey. Yana sizlarmi? O'sha 3-bolam teradi. Keling, hech oqamadi. Malikim biza ketdik. Voy! Bollarni kim kirgizdi? Aziz. Bitta to'g'ri kiraman degandi.